Ijevskda qor boshlanyapti. Sekin to'xtab, mashinalarning usti sal oqardi. Tomlari oqroq bo'ldi. Endi buyog'i yerga hali yopishgani yo'q. Qorni gapirayotgan sababi qo'rqaman qordan yurishga, chunki menda tajriba yo'q. Mashinaning orqasi chapga o'ngga surilib ketsa, qorda tayrilganda oldi rulni qaysi tomonga buradi? Bu bo'yicha menda tajriba yo'q. To'g'risi bundan uyalib o'tirmayman. Qishda chiqmaysam, yo'q chiqmayman, qo'limdan kelmaydi deyman. Sherik bo'lsa, yo'l yo'rig'ini ko'rsatib, ustozlik qilsa, ergashishim mumkin. Allohning quvvati bilan juda ehtiyotkorman. O'ta ehtiyotkorman. Hech qachon shoshilmayman. Alloh o'zi shoshiltirmasin, to'g'ri yo'limdan adashtirmasin hammamizni ham. Qozoqning yo'llari bilasiz, ikkita palasa, agar oldimdan bir traktor chiqib qolsa, 30 tezlik ketayotgan bo'lsa, quvib o'tish imkoniyati bo'lmasa, sutkalab yuraman orqasidan. Shoning sutkalab. Chunki ko'zim bilan ko'rdimman, shoshilib, noto'g'ri avgon qilib oldagi mashinani o'sha chamal olmasdan yaqinligini noto'g'ri avgon qilib, oldagi mashinani tushirib yuborgan pastga. Yo'l transport hodisasi ko'zimning oldida sodir bo'lgan. U uni chiqarib yuborgan. Uni orqasidan ham kelayotganini u kelib buni yonboshdan biqindan urgan. Pastga tushib ketmasligi uchun. Ikkita mashina podrяд avariya qilgan. Hammasi bu yerda o'sha noto'g'ri quvib o'tishdan. Shu uchun hech qachon shoshilmaylik, hech qachon. Hammamizga Alloh sabr bersin.